Ko'rmaganni ko'rgani qursin deganlaridek, uyimizga o'zingizga o'xshaganlarni chaqiribsiz-da. Nastarim, tinchlikmi? Sizga nima bo'ldi? Bu qanaqa muomala tushunmadim. Menga hech narsa bo'lgani yo'q. Men uyimizga har qanday qalang'i, qasang'i odamlar kelishini istamayman. Men qalang qasang odam emasman, sal og'izga qarab gapiring. Nima gap, tinchlikmi? Nima to'polon? Yo'q hech narsa, shunchaki o'zimiz. Aka, mana va ayol o'zi biznikiga kelib yashagani yetmagandek, uyimizga mehmon chaqiribdi. Ishqilib, bu kelgan mehmoningiz o'g'ri emasmi, Maryam opa? Nima? Kim o'g'ri? Ha, akam to'g'ri aytyapti. Biz sizni tanimasak, bilmasak, hozir o'g'rilar ko'paygan zamon bo'lsa. Sizlarga nima bo'lyapti? Nimaga bani yaqin dugonam o'g'ri bo'lar ekan? Endi bilmasam taxmin qildim-da. Bundan keyin har qanaqa odamlarni uyimizga taklif qilmang, Maryam opa. Eshitdingizmi? Maryam, men keta qolay. Boshqa bu uyimga qaytib kelmayman, xafa bo'lma.